Bu videoda bu bola shizofreniya bilan kasallangan bo'lishi mumkin. Shizofreniya degani ruhiy kasallik. Bu inson o'sha xayolotdagi olamda yashab yuradi va o'sha haqiqiy hayotdan ancha yiroqda bo'lib va biz ko'ra olmaydigan narsalarni ular ko'rishi mumkin. Bu kasallik shunisi bilan ajralib turadi. Lekin bu bola shizofreniya bilan kasallanmagan bo'lishi ham mumkin, chunki odatda o'rta ko'rsatkich bu kasallikka chalingan odamlar orasida 18 dan 35 yoshgacha bo'ladi. Lekin bu bola ko'rib turganingizdek juda ham yosh, 5-6 yosh oralig'ida. Va bu bola o'zi bilan o'zi gaplashar ekan, ayniqsa tunlari. Va bu bilasiz juda ham qo'rqinchli ota-onalar uchun. Masalan, bolasi kechasi kimdir bilan o'sha gaplashib o'tirsa va bu bolani avvalasiga o'zi bilan o'zi gaplashyapti deb o'ylashdi, lekin o'zi bilan o'zi gaplashmayapti ekan. Elli, o'sib turgan erkaklar rasmini chizib bera olasanmi? Yo'q, u meni kechqurun urishib beradi. Yo'q, xavotir olma, bugun men bilan qolasan. Yaxshi. Yuzdagi bu nima? Ko'z yoshlar. Mana bu-chi? Bu juda ham ko'p yig'laydimi? Ha, u hozir tepada turibdi. Mana shu yerda juda ham qiziq holat. Uni otasi o'zi doktor bo'lgan va o'zi boshidan shizofreniya deb tashxis qo'ygan. Va bunga ishonch hosil qilish uchun u больницаga borgan va больницада o'sha tekshirtirishgan va tekshirtirishgan payti ular aytishgan bu shizofreniyani o'sha boshlang'ich davridir. Va bu boshlang'ich davrida u o'sha xayolida nimani tasavvur qilsa, xuddi o'sha narsa paydo bo'ladi. Va ular o'zlarini his qilishadiki, как будто boshqa odamlar ularga qanaqadir jabr yetkazishi mumkin yoki ular qanaqadir gallyutsinatsiyalar bo'lishi mumkin. Va bilasizmi, balkim shizofreniya bu qanaqadir kasallik emas, balkim qanaqadir qobiliyatdir. Mana shunaqa biz oddiy odamlar ko'ra olmaydigan o'sha narsalarni ular ko'ra olish qobiliyatiga ega. Va o'shandan keyin vrachlar lecheniya qilishgan, har xil o'sha ichishga dorilar berishgan. Xuddiki hamma narsa yaxshi ketayotgandek tuyulgan, lekin vaqt o'tgandan keyin bundan ham dahshatli voqea sodir bo'ldi. Elliot, nima qilyapsan? Osilib turgan odam yana qaytib keldi. Menimcha mana shundan keyin dadasi juda ham qo'rqib chiqqan, balkim shtonga qilib qo'ygan bo'lishi ham mumkin va menimcha zo'rg'a ertalabgacha o'tirib chiqqan va ertalab u o'sha tanish qizi bo'lgan va o'sha tanish qizi ham davolash bilan shug'ullangan, faqat u davolash meditsinskiy tomondan emas, balkim qanaqadir religiozniy tomondan o'sha davolash bilan shug'ullangan. Va shundan keyin xuddiki hamma narsa yaxshilangandek tuyulgan va dadasi o'sha uxlashga yotgan, uni ham uxlashga yotqizgan va o'sha dadasi shubhalanmaslik uchun o'sha tuzalganiga uyga emas, xonasiga kamera o'rnatdi va o'sha kamerada чтобы o'sha kechqurun bo'lgan hodisalarni tekshirish uchun. Sen uni qo'rqitib yuborasan. Bu yerda eng g'alatisi menimcha mana bu ovoz.
va mana shu bola shu bilan gaplashgan va eng qizig'i videoda kimdir oyog'idan tortgan va menimcha bu aniq dadasi tortmagan. Umuman olganda bu videoni ko'pchilik odam ko'rishgan. Chunki bu video TikTokda ancha mashhur bo'lgan vaqtida va bir xil buni shunchaki qanaqadir o'yin, o'ylab topilgan narsalar deb aytishgan. Bir xil rostdan ham ishonishgan bu narsalar rostdan ham sodir bo'lganiga. Meni fikrim bilmasam har narsa bo'lishi mumkin. O'ylab topilgan bo'lishi ham mumkin yoki bu narsalar haqiqatan bo'lishi ham mumkin. Qiziq narsa shundaki, o'sha har 10 ta odamdan 8 ta odami xuddi mana shu kasallikka chalingan bo'lishi mumkin. Shunchaki ular buni sezishmaydi. Masalan, kechqurun qanaqadir ko'zga bir nimalar ko'rinishi mumkin va yoki sal keyinroq ham ko'rinishi ham mumkin agar hozir ko'rinmayotgan bo'lsa. Chunki uni boshlang'ich davrda uncha odam ham sezmaydi. Buni boshlanishi qiziq bo'lishi mumkin, lekin tugashi bundan ham qiziq bo'lgan. Xuddi shunaqa yana bitta bola bo'lgan. U bola unaqa hech kim bilan gaplashmagan, o'zi ikki ko'ziga bir nimalar ko'rinmagan, lekin u qayerga borsa xuddiki unga kimdir orqasidan ta'qib qilayotganga o'xshardi va o'sha har doim qochib yurardi, qo'rqib yurardi, lekin uyda hech narsa sezilmasdi, faqatgina ko'chada yolg'iz qolganda mana shunaqa narsalar sodir bo'lgan. Va u psixiatrga borgan, davolangan va u xuddiki yaxshi bo'lgandek bo'lgan va undan keyin u umuman boshqa joyga ko'chib ketgan va ko'chib ketgan joyida yaxshi ko'rgan qizini topgan va unga uylangan va yangi ishga joylashgan va o'sha ishida xo'jayini boshqa joyga ko'chishni aytgan. O'sha boshqa ishini boshqa filialga yaqin bo'lish uchun va o'sha uyda u yolg'iz turgan. Chunki uni yaxshi ko'rgan qizi rozi bo'lmagan, chunki u ancha shahardan uzoqda, o'sha tog' yaqinida bo'lgan. Shuning uchun u bir o'zi turishga majbur bo'lgan ishini deb. Agar uyingizda mana bu ovozlarni eshitgan bo'lsangiz, sizni o'rningizda men uydan ko'chib ketgan bo'lardim. They don't think I'm ever gonna be able to stop this shit. Listen to it. Listen to that. Jesus. Bu narsalarning hammasini yonidagi qo'shnisi qilibdi deb o'ylagan. Bilmayman qanaqadir remont qilyapti deb o'ylagan, lekin aslida xuddi o'shani videoga olgan va ertasi kuni o'sha qo'shnisiga ko'rsatgan payti u hech qanaqa remont qilmayotganini va u yaqindagina qaytib kelganini va u payti uyda bo'lmaganini aytgan. Va u o'sha oldin ichgan dorilarni ham sotib olgan. U dorilarni ichib o'sha uxlagan va undan keyingi bo'ladigan voqealar undan ham dahshatli bo'lgan. Yangi kvartirasida o'tirgan payti telefonda o'sha oldin o'sha videoga olgan shovqinlarni qaytadan ko'rmoqchi bo'lgan. Shu videolarni ko'rgandan keyin va u tushunib yetdi, unda hech qanaqa shizofreniya bo'lmagan. Shizofreniyasi bo'lmagan va bu narsalar u hech kim his qila olmaydigan, hech kim ko'ra olmaydigan narsalarni u eshita olgan va ko'ra olgan.
Shu videodan keyin 8 kundan keyin u o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketgan. Agarda sizga bu video yoqgan bo'lsa, albatta like tugmasi bilan obuna tugmasini bosib qo'ying. Bu juda ham katta motivatsiya men uchun o'sha yangi video chiqarishim uchun. Va bundan keyingi videolarda harakat qilaman. Bundan ham qiziq voqealarni yoki bundan ham qiziq video chiqarishga. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.